Короче, shunaqa gaplar bo'lyapti, nima deysiz? Yok biraz zayıflar değil mi? Dedem dedi mi öyle benim diyorum. Böyle boyda kalıyor. Oyunda qo'ldan ham kelmadi-yu. Ya okuyor kanka sen yok kanka. Tayyormisan? Tayyormisan? Ko'rishinglar. Ketdi. Короче, bolalar, bir ikkita qarayman chekkadan oddiy barba. Bu nimaga men bilan barba chiqdim birinchidan? Nimaga men 100 kilo vesiga bu 95 emas, bu 100 kilo bu. 100 kilo vesiga nimaga men 62, 65 vesimga nimaga men bu bilan barbaga roz bo'ldim? Sababini aytaman sizlarga. Qaranglar, ham почти 40 kilo vesi разница и плюс bu, например, buni barbasiga chiqdim. Buni pravilasiga chiqdim. И nimaga chiqdim? Chunki bu barbaga tushmaganimda bo'yga rozi bo'lmardi bu. Bir ikkita yuzga negativ, men seni onlaynga mensilarni qaralaring, anaqa narsa. Bo'y qiziq hammaga, bo'y, hali bo'y bo'ladi. Men barbaga tushgan sababi shu ham по правилам bir bo'lgan. Bu bilan по правилам barbaga bir bo'ldi. Tushunyapsizlarmi shuni? Bu shuncha vesi bilan shuncha barislik bilan bir qilyapti men bilan. Birinchi videoni tepaga tashlab qo'ydim, birinchi raund qanaqa yutganimni. Charchadim, bo'ldi deb qo'ygan. Tushunyapsizlarmi shuni? Balla bo'ldi, onlaynga mana qanotlarim ikkitasi balla bo'lib qilyapti. Bo'yiga все, bo'yiga bu gandonni men bu joyini sindiraman bo'ldi. Ana yiban qo'yibdi bolalar, bu o'zi tan olgan, chiqargan, boshqa qilgan. Bu dalbo'yib birinchidan gapini tushunmayman-da. Buni shevasi xuyizdan aytgan sheva bu Qashqadaryo, Surxondaryo degan emas. Buniki jalab bir bilmayman. O eramizda 576-yilga shevada qolib ketganda bu ongi rivojlanmagan uchun. Qarshi bu gapirganda men boshqa gap gapirmasam deb turib o'zimni gapimni gapirganman-da unga. Raz maqsad u yerda bo'lgan, jalab davay bo'y qilaylik, unda zabal qilib menga TDM qilib, naxoy lo'lichilik qilib demoqchi bo'lganman-da. Chunki u yerda ko'rgansizlar, jalab po faktu yutgan bu yer. Как бы bu narsani tan olmaydi naxoy, hech qanaqasiga. Oldindan tan olmagan bu. Как бы. O'zingizlar ko'rdinglar, Bo'ridaji kanaligacha qo'ydi videoda, ikkita o'yinda polniy. Tushunib olsanglar bo'ladi. Jesus Pravela, Nasrokasini ko'rsatmagan, App Store'ni ko'rsatmagan, u xo'yna narsalar, deb odam lam bo'lyapti. U yerda hamma tepasida qarab turibdi, nima qilayotganini.